Qo'shiqchim bugunlar sizga Voy, sizning tug'ilgan kuningiz, bayramingiz-ku? xotiniga sababsiz tez-tez gul sovg'a qilib turadigan erkak haqiqiy jentlmen erkakdir, deydi yapon shoiri Arnold Schwarzenegger. Yerda erkak shunaqa bo'ladi-da. Malikam, ayam bilan opamga kuyla gapirdim. Mana pullarga senam bitta itida ova. Meni kelin deb ajratib qo'ymaysizmi? Senam birodi aziz qizsan, ayam bilan opamdan nima kamchig'ing bor? Menga shart emas. Ko'chadagi jirtaqalarga sarflab ichib og'riqni dumalab yotgandan ko'ra, naborot juft halolimga bersam ishimga yana baraka kiradi. Olimpiadada eng yaxshi yer degan nominatsiyasiga gutishim toshni o'qib olibdi. O'qimonim semiribman. Chimchiqcham bu gapni bir ayting, ikkinchi marta aytma. Sen semirmagansan, prosta go'zalliging hajmi oshgan. Unutma, sen men uchun baribir dunyodagi eng go'zalisan. Bu necha ayrim, necha xizmatni qilsam ham achinmaysan-da. Ovqatim kuyib ketdi, achulanib to'lib qolmaysizmi? Nima to'ylik, haqiqiy kuchli erkak hech qachon xotiniga qo'l ko'tarmaydi. Naborat bilmagan tushuntiradi, o'rganguncha sabr qiladi. Qo'yur. Hozir sariq boladan pitsa zakaz qilamiz. Sakras hozir Braziliyalik mesimni xarid qilsa, benvitosi bo'l ekan. Sen faqat ziq bo'lma, bo'lmasa xafa bo'laman. Bizda yer Quduzam akada jentel emasmikan? Bu mehribonchiligingizga jo'ralaringiz xotiningdan qo'rqasan, xotin quli deb kulsa nima qilar? Gapirsa gapiraversin. It furar karvon o'ti. Ayolni urib, so'kib oyoq ostiga emas, naborat kuyiniga qarab boshida ko'tarib yurgan erkak haqiqiy erkak hisoblanadi. Hurmatli opa-singillar, bitta jirni like-cha bosadigan gap gapirib qo'ydimmi? Nima dedilaringiz?